Dron kalaskalarni ham skidka qilinglar, dron kalaskalar olib kelinglar deb so'ragan klientlarimiz uchun sizlarni o'ylagan holda Wing firmasidan eng yaxshi modellardan bittasini olib keldik. Bu modellarning turishini qaranglar, juda ham chiroyli, hamma funksiyasi bor. Ruchkalarini 3 ta poложениеda baland-past qilishingiz mumkin. Buni ishlashini qaranglar, juda ham yumshoq. O'tiradigan joylariga ham e'tibor berasizlar, setichni bo'ladi. Umuman bolanglarni tellatib yormaydi. Undan tashqari mana bunaqa o'zining xavfsizlik kamarlari ham bor. Boringlar ushlab ketadigan joylari ham eko kojadan ishlangan, bemalol kir bo'lsa artib ishlataverasiz. Sidenasini bemalol 360 gradusda aylantirib olsangiz bo'ladi. E'tibor bersanglar, bu variantimizda mana ko'cha tarafga qarab turibdi. Bunda o'zingizga qaratib olib ketaverasizlar. Oyoq qo'yish uchun mana shunaqa podnoshkalari ham chiqadi. Undan tashqari sidenasini ham bitta knopka bilan tekis o'tkazib olib ketsanglar bo'ladi. Qo'shimcha mana shunaqa podstakanchiga tegida mana bunaqa korzinkalari bor, narsalarni solib olib ketaverasizlar. Ixcham qilib yig'moqchi bo'lsangiz 3 ta harakat yetadi. Ya'ni sidenani yotqizasizlar, knopkani oxirigacha bosib, bu yerdan bitta tortsanglar, dron kalaskamizda juda ham ixcham bo'lib yig'iladi. Buni qaranglar, kichkina bo'lib qolganmi? Bemalol safarlarga olib ketaverasizlar. Shu eng mashhur dron kalaskamizdan hozirgi kunda skidkada 1 550 mingga xarid qilishingiz mumkin. Bu videoni dron kalaska qidirib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yinglar.